Benim ismim Adam. Edner padşahlığının şahzadesi. Bu yerdə Sırlıq Qaliskar tələsi var. Bu yolvas benim en yaxşı dostum. Məndə sırlıq güc-qüvvət var. Lazım bolğanda şəmşirimni çıxırıb qatlıqda olayım mən. Balımslar, atatımlar! Hey, mən Bu çağda yolvas, əriş yolusu aydınır. Mən Heyməngə, aləmdəki ən qudretlik Adəmgə aydınır. Benim özgürüş sırımni dostum Şadutberi son sırız. Yasağım benim ve Orko 3 kişini bilir. Biz birlikte rezillik mənbiyi İlantağ kalasını kayar almasla bilen töreş kılırız. Çok olmuş etrafta. İştemini göremedim. Ben karanlık ya. Astırak Bosman. Kentike hem adamla uyku tüteyden sen değil mi? Haydi inek. Ağaşı ordunun aslı da. Kulüp sep koyuptu. Dört şundak. Ulan sen işini hiç bir karşılandı. Biz bu yerdeki hiç turumuz mu? Hey! Hey, astırak kalma. Eğer terliğimizi kentik işlemin hemmisi kasuğa buz etti. Hiç tepken bulaptı. Hatırcan bu, adem yok. Yok ki. Demiri kız, onun kara. Onu al, kız gidelim. Bunu bir yere koysan muhabbet bu dek. Bu naz xeyli pulgu yaraydıganda kılıdı. Neymiş ki onu ilim almayımız, ha? De baka. Sen ötüp ketken dötkense, sıkılacak diyen bu. Allah asla bu en güçlerini kaydırılış için bağırlık nerslerini veyran kılışık ya. Orada tur, istek. Benim ismim istek emas, Şadi. Şadi şimeydir, keşkisi ordu hizmetçisi karab oturuyor hemen çıkımamsa. O ablah, köşkçü ordu hizmetçisi karab oturuyor hemen işkil. Deb beni kopkızıp etti, onun nazırdı ben fakat yok. Adam şahzade. Kaçırın hürmetlik ağlayları. Ha, hiç kısı yok. Ben Şadi ağlayları. Şadi, seni sokatmayandım hep istek. Yok efendim. Hiç kim beni köz kılmaydı. Hatta benim mevcutluğumdan bilmeydi. Ben bir balı hizmetçi. Benim kimliğimni hiç kim bilmeydi. Neymiş için ben orada aldı da bir ka aylanıp yürüme. Ula, bir ka yürümek istek. Pelenpeyden yugurip çıkamamsa. İsmini yani bir katım öğütüp bergen. Sen demiş kılısa. Dep soruşuverdi. Bu kimninki do? Mundak bolsun. Ben onu saklap koyay. Yutturup koygan kişi kelgende bir gep bola. Bu yakışıyla kent başlığı. Birisi alması kasırı görüptü. Biz en güçlerinin bağı yokluğa karab bakaylı. Tezdirek bulunla, tez, tez. Yokturdu.
Olmazdılar, bizga balayı afet keltirdigan bo'ldi-da. Men onu saqlab qo'yay, yuturib qo'yganlar izlab kelsin. Aha, shundoq bo'lsin. Ehtimol hozirdan boshlab o'rnidagilar menga boshqacha qaraydigan bo'lgandi. Hey, orada xizmatchisi. Ha, nima? Sen bundaq chiroyli guharni nereden topding, ha? Yo'ldan tepib oldim. Heliq kentdan qaytib keldigan yo'ldan. İsmin nima? İsmim Shodi. Yaxshi. Oh, men bilime. Siz atrat boshlig'i deyla. Oh, guhar bekmi chiroyli ekan. Rahmat sizga, atrat boshlig'i deyla. Bo'ladi, keyin ko'rishaylik. Oh, Guhar, sen mening inoyatimni o'stirib qo'yding, ha? Lekin kent boshlig'i, mening bilishimcha Alvaslar to'g'risidagi xabar faqat bir rivoyatli iboratkan-ku. Yo'q, 2000 yil ilgari Alvaslar bu yerga kelganda Guharni bizga saqlashga bergan. Biz majburiyatimizni ado qilamadik. Endi u o'g'irlandi. Alvaslar kelib bizni vayron qilib o'tdi. Uqdimi, o'g'lim? Lekin eliq rivoyat. Alvaslar keldi. U rivoyat rostga aylandi. Nima yangi narsa ekan ya Saul? Buni demsa adam, bu mening yangi kashfiyotim. To'ng'iltish nuri. Lekin uning menimi purkib chiqarib etkisi bor. Bu yerden nasıl çıktıysanı görüşün tırnak Uni o'ylay yetishma, Oku. Oku. Beni çıkarıyor Ha, chidab tur, pistak. Korkunçlu kısmiyat. Ya savur. Ben onu fakat başına hayalana. Albatta shundoq. To'lab qoldi. Hey! Shodi, nima bo'ldi? Yaxshimisan? Qo'lingdagi nima u? Orada sirtini tepib oldim. Yasavolni ko'rib baqsin degandim. Qani? Men azaldan bunday narsani ko'rib baxmagandim. Bu boshqacha guharga xatosi yo'q. Men uni ib qilib tadqiq qilib baqay Shodi. Bo'lamdi. Yo'q. Men haq ko'zga ilmaydigan bir bola xizmatchi bo'lishni xohlamayman. O neymiş ki bundan kaydı? Ish bo'lmaganda buning egiz tepilg'icha. Men guharning uning obro'yini o'stiralaydiganligiga faqat ishonmayman adam. Shunday emasmi? Men uning aqlliroq bo'lishini umid qilaman. Ya savur. Etret başlık değil adamı. Yo'q, u bu yerda emas, nima ish bo'ldi? Ben o şunu numaralı kızmış kimse. Onlar ülke tuğcu uçurdu. Kimning hujumiga? O bir xil olmasdı. Ular yardımga muhtaç. Tizrek. Biz hujumchi uchar kimin tayyor qilishimiz kerak. To'xtab tur ya Saul. Seni to'ng'itish nuring u yerda asqatib qilish mumkin. Sen bu yerda qilib uni tutkaziver. Men hozir xiymang o'zgiray. To'g'ri shukurat ato qildi. Uçar kiyime, qo'zg'alishga tayyorlan. Barliq tayyorlab chiqdi. Oldimizdagi nishon Uzunaral kenti. Kechikishga qat'iy bo'lmaydi. Barliq kent azadiri, kentni chiqinglar. Bo'lmas jinolarda ayrilishlar. Buyurun. Ular senin yardımınga muhtaç. Ahvol qandaroq? İyilik Allah'tan hücum kılandan keyin yo'qolib ketdi. Kentkilar bexatarmi? Bexatar. Ular kentdan chiqib ketdi. Unda qo'shna uni bu yerga olib ketay. Ben ishonamanki, sen suv bilan chiqisha olmaysan. Tog' ko'lidagi suv bilan sehr qilishga bo'ladi.
kechirgin. Men sening planingga ta'qib qildim. Kıymen, sen Allah'ın rastlık oğlu ettin mi? Shundoq. Lekin ular undaq oson bo'ldi qilmaydi. Nima uchun? Men jang qilgan ekan, burun alvaslar uchun maxsus bir ord yasab bergan ekan. Kent boshlig'i menga oqshom birisining alvaslar ordisidan bir go'harni o'g'irlab ketganligini aytdi. Lekin men uni o'g'irlamagan, tepib olgan. Hozir ular uni ep ketmoqchi. Hay, Shodi, zodi nima ish bo'ldi? Men go'harni o'g'irlamadim. Shodi, kim seni go'harni o'g'irladi dedi? Xiyman shundoq dedi. Shodi, qaytib kel. Men nima ish bo'lganligini bir uqib boqay. Kentkilar alvaslarning kentga hujum qilishi go'harning o'g'irlanishdan deb qaraydi ekan. Qo'qqanqa qo'sh ko'rinibdi degan shu-da. Men kimning ko'yganligini bilaman. Deyla, sayliq Shodini ko'rdingmi? Ha, hozirla ko'rdim. Biz uni tepib kelib go'harni qaytarib olishimiz kerak. Bo'lmasa, Ciddi telegramma. Korktum 3 çakram yiraklıkta. Ovaslar sezildi. Ovaslar ordu tarafı çıkıp gelmekte. Biz barliq kishilarning ordudan ayrilishini kutiraylik. hammadan muhimi biz Shodini tepib go'harni elib olishimiz kerak. Boshqasini keyin so'zlashaylik. U ordudan chiqib ketib deb Xiyman meni go'harni o'g'irladim deb aybladi deydi. U cho'qin bizning so'zimizni anglagan bo'lishi mumkin. U nima uchun qochdi? Faqat shu go'harni qo'g'dash uchunmi? Men uni go'har ko'z tushgan deb qaramayman. Balki u o'ziniki nom obro'ga ega bo'lish uchunlar. Deyla, eng yaxshi sen berib uni izlab baq. Xiyman qaytarma hujumi tayyorlaydi. Hamma gap bizda qoldi. Endi 1 minutga kechishga bo'lmaydi. Agar men go'hardan ayrilsam, yana hech kim ko'z qilmaydi. Mening nomsiz xizmatchi bo'g'im yo'q. Qachay, faqat shunday qilishim kerak. Ha? Alvaslar orduni vayron qilg'cha, men cho'qim Shodini tepishim kerak. Bu to'nglatquchi nur unum hosil qilsa bo'ladi. To'g'ri aytding. Tajribaxon yetevak shundoq bo'lsa bo'ladi. Shu chaqda o'rinni joriy qildira oladi. Dal vaqti, qara, u keldi. Xiyman, uning beshi qara. Hay. Shodi jazman mush yerdan qochdi. Shodi, qaytib kel. Shodi, sen nerede? Qo'rqmagin, men Deyla. Shodi, Yiroqda. Men bilan koring bo'lmasin. go'harni men qaytirib bergin. U senga taalluq emas, Shodi. Yo'q. Ablah to'nglatquchi nurning chambiriga uzilib ketdi. Agar biz yana harakatlanmasak, o bütün orduni ko'ydiraydi. Ey, nima uchun? U nima uchun qichqirdi? O cho'qim go'harni izlab ketdi. Bu Shodini xatarga yo'liqtirdi. Shodi, aqlliroq bo'lgin, go'harni menga ber. Yo'q, uni sana bervetsem, ko'pchilik meni unutib qoladi. Hech kim meni yaratmaydi. Sen meni yaxshi ko'ramsan, Shodi? Albatta. Biroq menda undaq go'har yo'q-da. Aha, biroq sen Deyla-da. Ko'pchilikning hammasini yaxshi ko'radi. Men faqat sen o'xshashli bir oddiy kishi. Sen kishilarning go'harni yaxshi ko'rishini xohlamsa, yoki senimi?
Men ko'pchilikning yaxshi ko'rishini xohlayman. Agar seni yaxshi ko'rman desa, sening narsang emas, balki seni yaxshi ko'rish kerak. Shundaq bo'lganda do'stlik erishgili bo'ladi. Sen meni yaxshi ko'ramsan? Albatta yaxshi ko'raman. Oh, sening deganing to'g'ri ekan. Bo'ladi. Endi Gavharni haqiqiy egasiga qaytarib bergan bo'lamdi. Ismoili. Ha? O nima? Oh, Shodi, o Gavharning haqiqiy egasi. Biz qochayli. Biz ucharchalar o'ltirishni unutib qoldik. U yerga o'tib ketibdi. Dila bilan Shodi jazman u yerda. Sen ularni qo'g'la, men o'tni yuray. Dada! Dila, g'ayrat qilib tur. Bundaq ahvolda texnik ko'proq su kerak bo'ladi. Ha? Opla, Gavhar tushib ketdi. Onun cacısını tazı bir biri. Kıymet, biz Gavharni uçturup koyduk. Karşıya zıpladık. Alvasda elişip kalgıca biz tepkip geleyli. Qaranglar. Oh, o Gavhar asli Alvasning bolasi ekan-da. Qaraganda o sudun qo'qidi ekan. Uning bolasini qo'rqitgan. Qiyman, ularga yordam qilgin. Yo'q deylar. Bolani men tepib olgan. Bu mening mas'uliyatim. Shodi! Men yanılı bir odatdagi kichik malay bo'ladigan bo'ldim. Undaq demek, qaytib bargandan keyin sening qahramonlik harakatlaringni landish haqi deymi? Qahramonlik harakat. Meningmi? Sen kichik maxluqni qutqizib olding. Bu biz ko'pchilikni qutqizganga o'xshash Shodi. Oh, o'zimni boshqacha his qilyapman. Biz hammamiz shundoq Shodi. Bugungi hikoyada kishining qalbini hayajonga soladigan bir vaqt bor. Qaysi vaqt kelligini men tutib qo'y. Chuqur qiymanning ko'ldan suv chiqargan vaqti. Emas. Emas, undaq bo'lsa chuqur qiymanning cho'ntag'ini ko'targan vaqti.
O kişini hayacan kısalıdı. Lekin benim deginim o vakit emas. Oo, ben tapamadım. Kişini en hayacanlandırdığını şu ki Şadi'nin ahiri özünün reallıkı ciddi qaraş lazımlığını tonup mesuliyetini üstüge ağa vakti. Aşı peytde ben onun bir balıdın çoğun adamga aylanğanlığını bayqıdım.